Telegramdagi Animedia rasmiy kanali taqdim etadi. Shokolad Cupidon. Hoye, uni uyga olib kelganing uchun rahmat. Hoyli biroz aqldan ozgan. Unga qarab turganingdan xursandman. Dongmi xola, xavotir olmang. U bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Hoye. Hoy, senpai, Janhoy maktabga keldi. Hoye. Hoye. Zitong? Hoye bugun juda charchagan ko'rinadi. Bu holatda sen imtihonni yaxshi topshira olasanmi? Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Janhoy, yana bir marta o'ylab ko'r. Ortga qayta olasan, ortga yo'l yo'q. Bizni qo'limizdan qochib keta olmaysan. Endi qatnashishga majbursan. Shundaymi, senpai? Hoy Jihoye, biz senga gapiryapmiz. Ortingga qayt. Janhoy, nima qilmoqchi bo'lyapsan? Maktab bo'yicha imtihonni boshlaymiz. Birov-birovdan ko'chirishlar bo'lmasin. Hoye, menimcha, bunga bor e'tiborini qaratgan haqiqiy aktyor. Lekin bu borada u hammasini boplaydi. Darrov tugatdimi? Orqasini ochib ko'rmagan ko'rinadi. Hoye. Vaqtingiz tugadi. Hamma javoblar varaqasini bir chekkaga surib qo'ysin. Yana qaytaraman. Javob varaqalarini hoziroq bir chetga surib qo'ying. Va nihoyat biz imtihondan qutuldik. Hoy, 9-savolga qanday javob berding? Shu yerda ham gapirma. Hoye. Hoye. Zitong, bir masalada menga yordam berishing kerak. Ko'ylak tanlashda deding qanaqa?
Ko'ylak. Test natijalari bugun chiqishi kerak edi. Xavotir olmang, senpai. Ahmoq Janhuyi yutqizadi. A, senpai, senpai, senpai. A, nima? Ha, shuni bilingki, hech nimadan xavotir olmang. Huya biz uchun yutadi. A, shundaymi? Albatta, Janhuyi kabi ahmoq. Aniq bilaman, Hyohyedan yaxshiroq bajara olmaydi. Ha, Janhuyi, nima olib kelding? Bu mening shartim. Yutqizganingiz uchun Tanxuan buni 2 hafta kiyib yuradi. Janhuyi, biz buni qabul qila olmaymiz. Bundan yomoni bo'lmasa kerak. Qanday bema'nilik, g'irt behayo. Hoziroq bu kiyimni ko'zimizdan yo'qot. Voy, natijalar chiqdi. Haha, Janhuyi yutqizgan ko'rinasan. Men maktab bo'yicha 5-chilikni oldim. Sal teparoqni bir qarab ko'rchi. Nima? Janhuyi bizdan balandmi? Va u yana birinchi o'rinda. Mausha. Xo'sh, men mutlaq g'olib bo'ldim. Tezda senpaylarni kiyintiringlar. Keramas behayo, hammasini sen soxtalashtirgansan. Nima desangiz deyavering. Sizlar nima, va'dangizni bajara olmaysizmi? Bizning jamoa aytganini qiladi. Tanxuan, aytmoqchi, bir odam menga shunday deganda, behayo bo'lish noodatiy holat emas. Qolaversa, hatto o'ylamayotgan bo'lsam, ko'ylak senga yarashadi. Itdan tarqagan. Nima? Necha marta qaytarishim kerak? U bu bahoga o'zi erishgan. Men buni tasdiqlayman. Qolaversa boshqa o'quvchilar ham buni tan olishadi. Mana uning varaqasi. Yana nima xohlaysiz? Agar u g'irom qilgan bo'lsa-chi, u bunday qilishi mumkin emas. Katta imtihonlarda g'irom qilib bo'lmaydi. U o'z bilimi bilan erishgan. Shunday ekan bu yerdan keting, yoki birorta ishingiz bormi yana? Bu juda g'alati. Tan olish kerakki, Janhuyining ballari yuqori. Bu faqat bu qizlarni emas, butun maktab bo'ylab hammani hayratga solmoqda. Janhuyi birinchilikni olibdimi? Bo'lishi mumkin emas. Ha, mayli. U g'irom ishlatmaganmikan? Tezroq ko'rish kerak. U yerda sport klubining lideri bor. Qoch hammang. Tanxuan meniki. Tanxuan menga qara. Iltimos, sport klubimizga a'zo bo'ling. Bechora senpayimiz. Bularni hammasiga Janhuyi aybdor. Yomonmas-ku. Rahmat. Janhuyi. Xuddi anime festivalidagidek kiyinib olganmi? Bu kiyimda nimadir noto'g'ri. Hozir bu haqida gapirma. O'zi zo'rg'a o'zimni ushlab turibman. Imtihon natijalari allaqachon e'lon qilingan. Men g'alaba qozondim. Qani hamma, bunga qarasin. Shunday ekan, sizga shuni aytmoqchimanki, Tanxuan keyingi 2 hafta ichida doimo sport klubida shunday kiyimda yuradi. Qani, olg'a. Hammaga iltimos qilaman, bizga qo'shiling. Rahmat, hammangizga rahmat. Hoye, sen o'ylang haqida butunlay unutding. Judayam charchadim. Tanxuan 2 hafta shunday yuradi. Balki u shunday holatga ko'nikib qolsa kerak. To'g'risi bilmadim.
Menimcha u seni sevib qolgan. Bu narsa sehrsiz amalga oshganga o'xshaydi. Ha? Voy, endi nima qilaman? Buni qanday to'g'rilayman? Oye, kim bilan gaplashyapsan? Shunchaki bugun havo juda ham issiq ekan. Chanxuyi, buni o'zing kiy. Chanxuyi, sen nima ustidan kulyapsanmi? Bu ko'ylakning razmeri har kichkina qizlar uchun. Buni hammasini tushuntirib beraman. Zitong. Meni dadam kechki ovqatga ketayotganda. Hoy. Haligi Tanxuan. Bu. Iltimos qilaman, men ahmoqni kechir. Bu safar kechiraman. Ammo bu yaxshi emas. Lekin men baxtliman. Demak, ba'zan buzuqlik qilish kerak ekanda. Hoy, o'sha kuni Huyli yugurib kelib, kim haqida gapirayotgandi? Salom lord, uning yigiti. Huylining yigiti, axir sen emasmi? Nahotki sen emasmi? Bori, men hech qachon uni yigiti bo'lmaganman. Tezroq ayt. Aniqrog'i, bu uni sobiq yigiti. Xo'sh, nima bo'lgan? Agar u bo'lmaganida, Huyli hech qachon bunday bo'lmagan bo'lardi. Dada! Dada! Ado bo'ldi. Chingiz aka aytganlaridek. Ado bo'ldi. U yog'ini o'zinglar yaxshi bilasizlar. Xullas. Ovoz berdi Asliddin anime rasmiy Telegram kanali uchun.